Men Mamadiyarov men Bandixon tumanidan mana shu Marvarid sanatoriyasiga kelib dam olyapman. Mana bugun 6-kun. Juda yaxshi dam oldim. Dardlarimga shifo topdim. Mana oyoqlarim yaxshi bo'lib ketdi. Bu yerdagi xodimlarning ham muomalasi yaxshi, mana vannalari yaxshi, massajlari, elektrolitchinalari hamma tomondan zo'r. Kelaveringlar. Ovqatlari ham yaxshi, tabiati ham juda chiroyli joy. Rahmat. Shu o'zimizdagi siz Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi Marvarid sanatoriyasiga hammalaring kelinglar. Achinmaysizlar, dardlaringga shifo topasizlar. Yaqindan oqqan ariqning qadri yo'q deydi. Toshkentlarga nima qilasizlar? Mana shu yerga kelib dam olinglar. Rahmat.